men sizlar bilan Realme. Va do'stim, pasta. Nega zanjirni qilsan? Bitaman hozir. Yo'q. Biz ancha oldin kuchaydik. Nimaga yoqasan? Realme. Fasta. Voy, ahmoq. Nimaga yondirasan? O'chir. Ahmoq. Shuncha qilganimizni barbod qilding. Nega yondirding? Nega yondirding dedim. Cem. Urma beni. Fasta. Magasini kirib mayda pulov olgan yonimizda bo'lmasa. Bormaganimizda Do'stlar, mana biz 10 blokda kuchayganmiz. Boshini olmay qopmiz. Esimdan chiqibdi. Mana biz ancha kuchaydik. Temir chiqdi mana. 3-chi keldik. 3-chiga. Qochib tur. Pasta qoch. Qochi. Molxonamizda 2 ta. Yana ko'proq hayvon kerak. Sen qo'lga tushundingmi? Men esa uyimizni ta'minlayman. Bo'ladimi pasta? Pasta bo'ladimi? Men uyimizni kattartirishim kerak. Mana do'stlar, juda yaxshi qilganmiz. boshqa joydan, u bozor chekrasida birinchi shuni olasiz. Birinchi shuni olasiz. Rasmini kakoni, keyin shakar bilan yarmarka bor-ku. Ideya market yo'limizda. Tulki o'g'irlab ketishi mumkin. Mana tulki. Ana o'ldirdim, pastga tushirib yubordim. Toshingni ko'tarib ketyapti. Ideya marketda olasiz. Shunday. Mana. Fasta qara, bu yer juda chiroyli bo'ldi. Fasta, mana bu yerni qara, chiroyli bo'ldi. Juda chiroyli bo'ldimi? Mana endi bu yerda yashasak bo'ladi. Urma. Ekinlarni o'stiramiz. Ekinlarni o'stiradigan moslama bor menda, mana. Atiga 3 ta ekin. 8 tami. Zumida go'shti bormi? Zumida go'shti. Albatta bo'lish kerak. Bo'ldi, mana ekinlarni o'stirib qo'ydim. Yana biz endi uyimizni kattartirish uchun men zamonaviy narsa qo'shaman. Bo'ladimi? Men nariga. Biz 10 blokda. Hozir qarab ko'raychi. Pishgan go'sht bor. Mana. Bitta dona. Sandiqlarda juda ko'p. Biz sandiqlarimizni bilasan-ku maytlarda. Yeb yurib, qani hamma narsa. Hech bir narsamiz qolmadi-ku. Mana ana shu birinchi sandiqda turibdi. Birinchi sandiqda. Birinchi sandiqdan olaver. Bu yerda bitta ham go'sht bor ekan. Yana kerak menga bitta tiga. Qo'ylarimizni o'ldirma faqat.
ovqat bormi? Bitta ovqat ver. Menda ovqat yo'q. Menda ovqat yo'q Seydin. Bu yerga men uy quryapman. Kuchugini ol. Agar diğerler bitti. Kuyumuz arsa inanın telefon bermayapti. Hisob kitob qilib berishim kerak edi. Agar bitta no'xat bilan no'xat sotib ketdi, sotib qo'yamiz no'xat. Kızı alıp Taxta kerak menga. Ber. Ber Fasta. Özlep git. 12 bin yedi, 2 bin kal. Bir ette çıkır. 2 bin 5 bin. Bu yana bitik bo'ldi. Yana bitik paydo bo'ldi. Yaxshi. Men oldim. Yana bitik paydo bo'ldi. Menga qoch. Qoch menga. Qochsak beraman unga. Ko'zani tutdi. Bizni qo'ylarimiz yeb qo'yadi tezroq. Telefon verirsen. No'xatni ortib qolsa. Qani? Korzinkalarni qaydasi? Nega boqilmayapti? Qo'ylarimizni go'sht berish kerak. Go'sht ber. Menga ber. Bo'ldi, yana boqib bo'ldi. Mana endi meniki bo'ldi. Bu kuchuk meniki. O'chirda tursin. Mana u tuxum ishlaydimi? Mana u tuxum ishlaydimi dedim. Fasta. Tuxumni men jo'ja ochaman. Molxonaga. Xo'sh. Ay jo'ja chiqmadi. Nima chiqdi? Nima chiqdi? Nega narsalarimiz kamay ketyapti? Juda ko'p narsalarimiz bor edi-ku. Fotodrama bor ekan. Sandiq paydo bo'ldi. Qani? Nima chiqdi? Egar paydo bo'ldi. Vau. Egar paydo bo'ldi. Ha, egar demak ot paydo bo'lishi mumkin. Buni men sigirga beraman. Sigir boqamizmi? Voy, sigirlar qon ochib o'tirishdi. Men bundan non yeyman. Oyoqdan taqinga u vanida turibdi. Ishxonada. U yerda apparatni suv qo'yib kirgan. Kerak narsalarni sandiqqa bo'shatib olaylik. Yana bor ko'chada o'ynanglar bola. Ana kerak emas. Voy. Wow! Nima chiqdi? Telefonum qara. Hozir. Bir geç şimdi. Salom. Kocaman oğlan var. Aksızlar yurttu. Güzel. Voy. Yahya çıkamadım. Borib ketsa, borib ketsa. Yahya başa oraya. Endi men buni bu yoqqa qo'yamiz va taxtang bormi Fasta? Menga juda ko'p taxta kerak-da. Taxta uchun daraxt kerak. Voy bayon. Ribu bor ekan-ku, ribu. Mana ribka. Bu qorlarni yo'qib tashlash kerak. Fasta o'yindan chiqib ketibdi. Fasta o'yindan chiqib ketibdi. Mayli. Buni qo'yaman. Xo'sh. Bu yerda quramiz shunday. Do'stlar. Menga obunachi keldi o'xshaydi. Xo'sh, mana shunday.
Shunday. Endi bu yerim meni uyim bo'ladi. Fasta va meni. Fasta uyindan chiqib ketdi vaqtinchalik. Keyinroq qo'shiladi. Ungacha men ancha narsani bitirib qo'yaman. Qo'yib bo'lmayapti. Endi qo'yiladi. Mana do'stlar, bu uyni ham qurib bo'ldi. Mana pesimni kirvatam bo'lsa do'stimda. Ana blok ana. Mana bu yerga esa o'ylash kerak. Tayyor, endi so'ng. Do'stlar, bu blokning birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qismida ko'rishamiz. Unda kanalimga obuna bo'lib, like bosing. Men 10 ta like va 10 ta obunadan keyin buni ikkinchi qismini chiqaraman.